Assalomu alaykum, hurmatli bemorlarimiz, bizani kuzatib boruvchilarimiz, bizga Toshkent shahridan 68 yoshli Muqaddas opamizni muolaja olgani kelgan edilar. 3 yildan buyon oyoq og'riqlari bilan qiynalib kelayotgan opamizni bizda 4 kungina muolaja oldilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum azizlar. Men 3 yildan beri oyoq og'rig'imdan qiynalardim. Tabiblarga ham bordim, kinezologlarga ham bordim. To'g'ri, ulardan ham davo oldim, lekin bitta nuqtani davolasha olmadi-da ular. Ozgina yurib o'tirib olardim. Nafas olishga qiynalardim o'sha paytda. Alhamdulillah, bu skelet klinikasiga kelib, mana atigi 4 kun lecheniya oldim. Yaxshi yuryapman. Oyog'imda u tomir tortishlar, charchab qolishlar yo'q. Hammalarni taklif qilaman, kelib shu yerda muolaja olib, sog'ayib ketishinglarni tilayman. Allohim bu klinikani a'zolariga sog'lik, salomatlikda uzoq, xayrli, barakali umr bersin, ishligisini rivojini bersin, topishgan tutganini barakasini bersin. Nimaiki yaxshi niyatligingiz bo'lsa, Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Rahmat hammanglarga. Amin. Aytganingiz kelsin. Sizga manfaatli bo'lganimizdan biz ham xursandmiz. Ilohim shifoli bo'lsin, kasal bo'lmang. Nabodo qaqa kelish bilasiz. Ko'rgani kelib turaman davo olganim uchun. Sizlarni ham yaqinlaringizda shunga o'xshash muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol skelet klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.